hamma kosmetikamni musorga tashladim. To'g'risi rosa jonimga tegib ketdi. 2 yildan beri yuzimga chiqargan ugri komedorlar bilan kurashib kelaman. Kimdir uni qil deydi, kimdir buni qil deydi. Hammani aytganini qilgan bilan kerakli original uходlarni topish qiyin ekan. Yuzimga nimadir qilish uchun mundoq internetda titkilab o'tirsam, xalqaro tajribaga ega Farah Karimova ismli Koreya kosmetikasi mutaxassisi videolarini ko'rib qoldim. Kommentariyasiga kirsam, yaxshi fikrlar bildirilgan ekan. Shundan keyin Farah Karimovani bor yo'qligiga qaramasdan shartta do'konlarga bostirib borgandim. Meni shikoyatlarimni bir qator eshitib, yuzimni apparatda tekshirib, kerakli bo'lgan davolovchi muolajalarni oyma-oy ketma-ketlikda o'tkazish zarur ekanligini, yuzimda juda ham ko'p mayda komedonchalar, sezuvchanligi oshganligi, ugrilar ko'p chiqayotganligi, ugrilardan keyin dog'lar qolib ketayotganligini tushuntirib o'tdi. Yuzimni davolash uchun boshlanish etapiga kerakli uходlarni tanlab berdilar. Bergan narsalardan bir hafta davomida foydalanib kelyapman. Yuzlarimni dog'larni oqartirib, yaltiratishni boshladi. Natija yomon emas. Qizlar, sizlarga ham shunaqa original koreyskiy kosmetikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Instagramdan Farah Kosmetik deb yozsanglar, shunday profillar chiqadi. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Ishonchli, asosiysi menga yoqdi.